Assalomu alaykum. So'nggi paytlarda biz kuzatyapmiz ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida Toshkent shahridagi tadbirkorlarni reklama vositalari va peshlavhalarni majburiy ravishda demontaj qilishga undash harakatlarini kuzatyapmiz va bu albatta noqonuniy harakat, chunki shahar kengashining qarori hali kuchga kirgani yo'q. Demontaj ishlari esa bir necha oy oldin boshlangan, ya'ni huquqiy asossiz bu harakatlar boshlangan. Biz zudlik bilan barcha davlat idoralari, hokimlik vakillarini bunday harakatlarni to'xtatishga chaqiramiz va bor peshlavhani 2 kunda almashtirib kel qabilidagi ishlarni to'xtatishga chaqiramiz. Tadbirkor bu buyruqbozlik bilan muomala qiladigan subyekt emas, bu hamkor, bu sherik va ular bilan albatta muloqot orqali muammolarga yechim topish kerak.